Bu betonmi, bu nima bu? Piltam bu. 100% to'g'ri ko'rsatyapti. Bizadan zo'rmidi-ya bu stol. Nima gaplar, nima ishlar bo'layapti bu yoqqa aka? Bu yerga fundament qo'yapsiz usta bu. Markasi nechilik Bu fundament? 350 marka. Ha, faqat shunaqa padushka qo'yasizlarmi? Padushka va fundament qo'yamiz. Bizlarda brigadamiz bor, o'zimizning karmiksimiz bor, mashinada qarib qo'yamiz, apalapkalarimiz bor, ustalarimiz bor. Uyda egasi bizga faqat shag'al bilan sement olib beradi. Qolgan hammasi o'zimizdan. Buni kubi nechi bo'lyapti Fozil aka? Buni kubi 280 ming so'm bo'lyapti, usta. Usta bu bularda 4 ta brigadasi bor ekan. Bitta ishni любойni qilar ekan. Monolit deysizmi, stashka deysizmi, fundament deysizmi, hammasini chotki qilar ekan. 100% to'g'ri ko'rsatyapti yura. Ha, mana shu mikser apparatiga tayyorlaysizlar loyda, usta Ha, akalar. usta bu mana shu mikser apparat. Usta bu yerda o'zingiz nima qilib yuribsiz? Ha, biza 10 kun oldin mana shu yerga ishlashimiz kerak edi-da. Uyda egasini zakalat olgan sizmi? Ha, lekin zaklat ham olganmiz ha. Lekin usta bu yerdan tezroq qoching. Nimaga? Nima dedi sizga uy egasi? 10 kun oldin zakalat olgan edi. Ha, Ko'rsam lekin maydalayman degan. o'zi kelib qoladimi? Hozir kelib qoladi-ku, o'zi abit vaqti bo'lyapti-da. Usta bu hozir keldi-ku, qayerga ketamiz? Azamat yana zakaz katta olargansanda ve beton ishni ham olasan, mana shu siqqay. Bo'lmaydi, meni yelkam qotdi, ko'tar bunaqa beton.